Assalomu alaykum Edo ijro foydalanuvchilari. Navbatdagi mashg'ulotimizda murojaatlarni tizim orqali ro'yxatga olish tartibini ko'rib chiqamiz. Murojaatlarni ro'yxatga olish uchun asosiy sahifamizni ochib oldik. Asosiy sahifamizdan devonxonaga o'tamiz. Devonxona orqali ro'yxatga olish qismiga kiramiz va murojaatlarni tanlab olamiz. Ko'rib turibsizki, murojaatlarni ro'yxatga olish uchun to'ldiriladigan sahifalar chiqib keldi. Demak, ariza, murojaatning turi va avtomatik tarzda o'z-o'zidan to'ldiriladigan sahifalari belgilanib chiqadi. Agarda boshqa bo'limlarni yoki boshqa qismlarni to'ldirishingiz kerak bo'lsa, demak o'sha qismlarni belgilab olamiz. Murojaatni demak ro'yxatga olish jurnali jismoniy shaxs tomonidan kelib tushgan masalalar guruhida, demak biz murojaatning mazmunini o'qib chiqqan holatda belgilab olamiz. Ish haqi to'g'risida demak murojaat yozma shaklda kelib tushgan, ya'ni ariza orqali kelib tushgan sahifalarning soni bitta ariza ko'rinishida va murojaatchining yashash hududi, shahar yoki viloyat, tuman, manzillarni to'ldirib olamiz. Demak, bizga osonroq bo'lishi uchun mana bu shakldagi bir necha versiyalar berilgan va to'ldirilgan. Tanlab olamiz. Toshkent shahar, Yunusobod tumani va hokazo. Demak, jismoniy shaxsimizning ism-shariflarini yozamiz. Telefon raqamlari, arizada ko'rsatilgan telefon raqam. Yashash manzillarini to'liq qayd etishga harakat qilamiz. Qisqacha demak arizaning qisqacha mazmuni oylik ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomani olish. Demak, murojaatlarimizni muddatlari 15 kundan belgilanib, avtomatik tarzda muddatlari chiqib turadi. Ust xatga yuborish uchun demak mas'ulni belgiladik. Yana ma'lumot uchun sizga aytib o'tmoqchimanki, murojaatni 15 kun tartibida ko'rib chiqadigan bo'lsak, agarda qo'shimcha vaqt qo'llanadigan bo'lsa, yana 15 kun muddatga uzaytirishimiz mumkin bo'ladi. Qachon 15 kunga uzaytirishimiz mumkin? Qachonki sizning vakolatingiz doirasida emas, boshqa tashkilot yoki boshqa ma'lumotlar bazasidan demak ma'lumotlarni yig'ib olishingiz kerak bo'lsa yoki kutilayotgan javob bo'lsa, demak tashqaridan keluvchi ma'lumotni ham muddatini inobatga olgan holatda 15 kun, ya'ni 30 kungacha cho'zishimiz mumkin bo'ladi. Demak, belgilangan muddatimiz ariza, shikoyatlarni ko'rib chiqish 15 kunda belgilanadi. Demak, hujjatni PDF shaklda demak rabochiy stolga tushirib qo'ygan bo'lamiz va uni yuklab olamiz. Bir ko'zdan kechirib oldik. Demak, hujjatimizni, ya'ni arizamizni to'laqonli o'zi ekanligiga ishonch hosil qilganimizdan so'ng ilovalari bo'lsa, ilovalar orqali yuklab olamiz. Demak, asosiy faylimiz faqat arizadan iborat bo'lganligi uchun barcha sahifalar to'ldirildi va uni biz saqlaymiz. Demak, xuddi xatlarimizni ro'yxatga olganimiz singari, unda ham kiruvchi hujjat sifatida o'ng tomonda 3 ta nuqta mavjud va buning tahrirlash qismiga o'tib, ma'lumotlar agar xatolikka yo'l qo'yilgan bo'lsa, ma'lumotlarni to'g'rilab tahrirlab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, hozir faylimizni ochamiz. Shtamp qo'yamiz. Albatta shtamp qo'yishimiz zarur. Buni unutib qo'yamiz odatda. Ro'yxatga oldik, elektron ro'yxatga olindi. Avtomatik tarzda deya kiruvchi hujjatga qo'yiladigan shtampni unutib qo'yamiz. Demak, saqladik. Hammasi chiroyli ko'rinishiga oldi. Va biz ko'rib turibmizki, sektor fichkaga kelib tushgan murojaatimiz. Sektor fichkaga kelib tushgan murojaatimizda demak mavjud emas qismiga o'tamiz. Murojaatlarga kirdik. Biz yaratgan hujjatimiz murojaatga kelib va rezolyutsiyani qo'yish uchun topshiriqlarni qo'shishga o'tamiz. Demak, ko'rib turibsizki, topshiriq muddati avtomatik tarzda belgilangan va buni uzaytirishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, belgilangan tartibda albatta barchani
belgilaymiz. Topshiriqni mazmunini ham belgilab olamiz va saqlaymiz. Demak, bu murojaatimizga uz xatni belgilaganligimiz uchun, demak, uz xat yaratildi, rezolyutsiyaga borib, belgilangan shaxsga yetib bordi va belgilangan shaxs tomonidan rezolyutsiya qo'yilishi, ya'ni imzo qo'yilishi bilanoq darhol ijrochiga yetib boradi va shu tariqa ijroning holati bajarilishi kutiladi. Tanishtirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, ushbu Telegram linki orqali yo'llashingiz mumkin.